Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlar Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Bugun 2026-yil 17-mart. Qulpinoyimizga suv berishda suvni isisi va pH'ini o'lchab o'g'it beramiz. Hozirgi kunda pH bilan o'g'itni qo'shganda suvni darajasini o'lchashga apparatimiz bor. Hozir shu suvimiz 5 tonna. 5 tonnalik hovuzimiz ko'tarma qilingan. Hozir shu haqda ma'lumot bilganlarga eslatma, bilmaganlarga bir dars bo'lib qoladi. Suvimiz mana shu holatda. Suvni olamiz. Hali hech nima qo'shilmagan, to'g'ri suvni o'zi. Suvni o'lchaymiz. O'lchaydigan apparatimiz desimetr deydi. pH metr, desimetr ikkovini birga o'lchaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, ko'rinyaptimi sizlarga? To'g'ri ko'rsatyapti. Desimetrimiz to'g'ri ko'rsatyapti. Normal holati 1.2 bo'lishi kerak. Bu 0.4 ko'rsatyapti. O'g'itimiz sovaganmiz. Kali 5 tonnaga 2 kilo, ya'ni tonnasiga 460 grammdan hisoblaganda ham 5 tonnaga 2 kilo plus minusi bilan aralashtirdik. Endi video bitta qo'limda telefon bo'lgani uchun yaxshi aralashtirmayapman. Yaxshilab aralashtirib olib turib, keyin yana o'lchaymiz. Hali o'lchaganimiz 4.04 edi. Mana endi hozir o'g'it tushgandan keyingi holatini o'lchaymiz. Mana teraga oldik. pH metrda o'lchab ko'ramiz. Endi necha bo'ldi? Ekranda ko'rinyaptimi? 9.32, 9.5. 1.2 bo'lsa normal holat bo'ladi. Qo'limizdagi azotni kislota 5 tonnaga 300-350 gram qo'shdik. Yaxshilab aralashtirib oldik. Endi isisi bilan pH'ini o'lchab normal holatga kelgan holatda qulpinoy qo'chatlarimizga berishga tayyor bo'ldi. Men hozir nima qo'yib ketaman? Jadval qo'yib ketaman. O'sha jadvalga qarab turib, sizlarni o'zlaring ham ko'rib olsalaring bo'laveradi. Hammasi qobiliyatga bog'liq. Mana jadval. Mana shunga qarab beraverasizlar. Temir barglarni yashnatish uchun 5 tonnaga 70 gram qo'shib beramiz. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Like tugmasini bosinglar. Bundan ham qiziq videolar Xudo xolasa oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad. Kirib keltirgan hayot hammaga muborak bo'lsin. Chiyda sotib olaman, magida polli. Urum kastim tiktiraman. Chegin Yaltaga.